Hammaga assalomu alaykum. Siz so'ragan mashinalar hammasi bor. Elektromobillar, Cobalt. Короче, hozir ko'pni qiziqtirib turgan elektromobilga zaryadchini apparat qanday bo'ladi? Alsak, ichida bormi? Zaryadchini apparat degan narsa bu narsa minimal narsa. Kimdir elektromobil alsa uyini o'rnatadi. Yana birovga sataton bo'lsa uni yana ochib olib ketmaydi. Shuning uchun bu narsaning sizlarga narxlari bilan bir qator tanıştırib o'tamiz. Mana mashrabang bor, Urganchdan kelgan o'zi qurnab berib, o'zi qayerda ashibkisi bor, qayerda narsalar bor, hamma narsasi bilan tushundiradi. Hozir bir qator men o'zim mashrabangdan so'rab oldim. Stirlokning bunday xili bilan qo'yiladigan bo'lsa, ina shu için ochamiz. Mana elektromobillarga zaryad beradigan apparat mana. İçinde ina shu narsalar общий korobkasi bilan akelib o'rnatib bergani, shu bu bilan lekin bu Stirlok bilan 5 milyon 400 ming so'm. Qolaqi mut bo'lib turibdi ichida. Al, imbi Stirlok bilan bo'lsa, bu originali 15 kilovatlik. Bu bilan bo'ladigan bo'lsa 6 milyon 900 bo'ldi. Ama qolaq ichida 1 yil garantiyasi bor. 1 yil garantiyasi bor. Ana. Shunday aka o'rnatasizlar mana uyda 220 da qo'yib, to'q normalniy bo'ladigan bo'lsa, bularda qarash 4-5 soatda to'ldiradi. Shunday mana kimda kim mana so'rab o'tibdi, masalan mana ichida shunday общий aytaman, shu narsaning qurilmasi to'q beruvga kelib, prям to'q berib ishlatib ketaveradi. Lekin 220 отдельно bu. Buning puli отдельно. Bu 220 da beratug'ini shu Stirlok bilan 5 milyon 400 ming so'm. 7 kilovatlik zaryadchik bilan. 7 kilovatlik zaryadchik originali o'zi ham. Buning arzon ham bor, to'g'rimi? Arzon ham bor. Prostoy ham bor. Originali bilan 5 milyon 400 ming so'm. Arg'i 1 yillik garantiyasi bu Stirlok bilan 6 milyon 900 ming so'm. Qolaqsi mut. Ekranda telefon nomer, kimga kim kerak bo'ladigan bo'lsa, Urganchdan Mashrabang'a aloqaga chiqaverasiz. Elektromobillar kerak bo'lsa, bizga aloqaga chiqasizlar. Hammaga rahmat. Teres, Xan, Vivaydi Kin Videolar davomida ko'raverasizlar. BYD Son Plus keyin ichki ko'rinishlari lyukli deb so'rab turganlar, bir dana lyukli keldi. Sirroshni bilan 150 milyon so'm yarim pul beriladi. Zaryadchik masalasini tushundinglar. Boring, aksiya qo'yaman, zaryadchikning yarim puldan beramiz. Bir danasini lekin, bir danasini. Lyukli kerak deb so'rab turganlar uchun bir dana lyukli ham keldi mana. Lyukli bilan hech qana farqi yo'q, bir dana lyuki bor buning bo'lgan. Kelaverasizlar, sirroshni kimda kim olaman deydi bo'lsa, bir dana bor, ekranda telefon nomer, aloqaga chiqinglar. Zaryadchik masalasini tushundinglar. Hammaga rahmat. Miskin avtoda kutaveramiz. Elektromobillar davri keldi, xudo xolasa deydi.